Qizlar, bu yoqqa qaranglar. Labiyajon. Bugun oddiy. Uyda generalniy уборка. Tushundinglarmi? Bilib ishinglarni qilinglar. San, ayniqsa opangga qarashgin. U burchak-burchakda telefonga chalg'amagan, xo'pmi? Ishlarni bo'lishib olgansizlar? Bo'lishib oldik, ojon. Shundoq bo'lsa, boringlar. Opa, Ha? ishlarni bo'lishib oldik dedingiz. Hech qanaqa ish bo'lishmadi. Bo'lishib olganmiz-ku, oldingiz var qanaqa qilganmiz shunaqa qilamiz. Vanna, tualet, oshxonani yig'ishtirasan, холодильник yuvasan, gaz yuvasan, vannani yuvasan, keyin plissos qilasan uylarni, hovlini supurasan, bo'ldi. Atigi shu. Boshqa ish yo'q-ku. Hamma ishlarni men qilaman o'zi. Zallarni yig'ishtiraman, changlarni artaman, gullarga suv qo'yaman, hovliga shlankada suv qo'yaman. Ana, ko'rding, televizor ham qishib qolibdi. O'shani ham to'g'rilayman. Qara, qancha ko'p ish qilaman men. Voy. Ishingiz qiyin ekan. Ojon, bu yerga o'tib turing, men bu yerni ham artib olay. O'zim o'rgin chaqqon qizimda. Voy qizim, charchab qolmadingmi? Yo'q, ojon, charchamadim. Harakat qil, o'zim o'rgilay. Chaqqon qizimda. Singling nima qilyapti? Hali ham telefonda o'tiribdimi? Voy, o'rtog'i bilan gaplashyapti, ojon, bilmadim. Qancha tayyorladimi? Hali kichkinada, qo'yavering. Mayli. Voy. Hovliga ham sen suv sepyapsanmi? Ha, ojon, isib ketibdi, qarang. Ani dangaza qani? Hamma ish o'zingga qolib ketdi-ya. O'sha yalpizdan bir choy damlab bergin menga. Xo'p bo'ladi, ojon. Oy, charchab ketdim, birpas o'tiray. Hoy qiz. Nima o'tirish bu? Namuncha bunaqa ish yoqmasana. Hamda chiqib oping bechoraga qarasang bo'lmaydimi? Hozir ishlar Qo'y. Nima qilib charchading? Hali telefon kovlaysan, hali choy ichasan. Hali telefon kovlaysan, hali choy ichasan. Ojon, jasmli choy damladi. Ushmaysiz, men hali kichkinada. Damladingmi? Yuring. O'zim o'rgilay, o'zim o'rgilay. Xo'rlayvermang, mening ham volim bor.